Yes, mana bebaraka bo'lib chiqdik. Qachon sen omading keladi, ha? Qachon omading keladi? Bo'ldi. Mana Urgutlik obodonlashtirishda ishlaydigan akamiz 29 ta damas yutyapti. Maladesman. Siz haladesiz. Uyda faqat xilpillab yotasiz. Ertaga mana 23-aprel kuni soat 11 da Urgut katta bozorda topshirar ekan hamma damasni. Maladesda. Bizga qachon omad keladi, bolam? Biz faqat birovni ko'rib kuyib yashaymizmi? Harakat qil. 67 ta damas qo'yilyapti endi omad shouga. Qana qilib, nima qilishim kerak, ota? Jesko bilan Elchini mahsulotlarini yeb ichasan, bolam. Jesko ichish kerakmidi? Ha? Ha, visko ichyapti, bo'lmaydimi? Bundan ichibsanmi sen? Visko. Sana qanday omad kelsa, uni ichganingdan keyin. Sen turpoy nima ichib yurasan sen? To'y, Urgutga to'y. Ana to'y Urgutga. Urgutga to'y, mana Urgutga to'y bo'libdi, Urgutga. Ey, o'sha birinchisi bo'lmaganiga. Yigit damaschi bo'ladi, qiz esa boyvachcha bo'ladi. Qizni uydagilari Malibusi borligiga berish voradi. Yigit esa bu alamga chidolmasdan cho'ntagidagi bor pulni damasga navro'z voradi.